Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, o'rganuvchilar, multi-level ishqibozlari. Sizlar bilan bugundan boshlab juda ajoyib va hozirda eng ommabop bo'lgan Yusuf Mirjonov hamda Jaloliddin Qutimov muallifligidagi Multi-level Master Foundation kitobining to'liq va mukammal video tahlil kursini boshlaymiz. Bugungi darsimiz 0-dars, ya'ni kursga kirish darsi hisoblanadi. Bu darsda kitobning tuzilishi, undan qanday to'g'ri foydalanish kerakligi va kursimiz qanday tartibda olib borilishi haqida gaplashamiz. Do'stlarga eng avvalo matnimizda berilgan kirish qismiga e'tibor qaratamiz. Bu kitob aynan kimlar uchun mo'ljallangan? Ushbu kitob endigina grammatikani tugatib, multi-level imtihoniga ilk qadamini qo'ygan o'rganuvchilar uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Bu yerda juda muhim bir eslatma bor. Kitobdagi savollar haqiqiy imtihon darajasiga nisbatan biroz osonroq tuzilgan. Nima uchun? Chunki siz birdaniga qiyin testlarni ishlab, ingliz tilidan ko'nglingiz qolmasligi kerak. Bu kitob sizda bazaviy reading va listening ko'nikmalarini, ya'ni poydevorni, ya'ni foundation juda mustahkam qilib shakllantirib beradi. Kitobning har bir bo'limi uchun 25 tadan mashq tuzilgan. Bu degani biz siz bilan har bir qism bo'yicha kamida 25 tadan bosqichma-bosqich darslarni ko'rib chiqamiz. Biz darslarimizni quyidagicha tizimda olib boramiz. Kanalimizda har kuni yangi darslar, reading, listening navbatma-navbat yuklab boriladi. Bu muntazamlik. Keyin part 1 oltin qoidalari. Birinchi bo'limda har doim faqat bitta so'z, one word yozish shartiga amal qilamiz. Eng asosiysi javoblarni o'zimizdan to'qimaymiz. Ular matnning qaysidir qismida yashiringan bo'ladi. Men sizga dars davomida o'sha kalt so'zlarni qanday topish sirlarini, ya'ni skimming, scanning o'rgataman. Uchinchisi lug'at, vocabulary boylaydi. Shunchaki test javobini topib ketmaymiz. Har bir mashq yakunida undagi eng muhim iboralar va C1 darajasidagi lug'atlarni alohida tahlil qilamiz. Xo'sh, bu kursni men bilan birga to'liq tugatgach, sizda qanday o'zgarish bo'ladi? Kitob mualliflari ta'kidlagandek, ushbu qo'llanmani to'liq tugatganingizdan keyin siz keyingi yuqori bosqich bo'lgan multi-level master reading va multi-level master listening kitoblarini mutlaqo qiynalmasdan mustaqil ishlay oladigan darajaga chiqasiz. Ya'ni imtihondan yuqori ball olishingiz kafolatlanadi. Kanalimizda birinchi dars, ya'ni reading part 1 darslarimizni boshlaymiz. Tayyor turing. Sizga hozirdan kichik bir vazifa, ushbu kitobni sotib olganmisiz yoki PDF formatidan foydalanasizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Darsda chiqqan barcha yangi so'zlar va materiallarni yuklab olish uchun video ostidagi izohda qoldirilgan Telegram kanalimizga hoziroq a'zo bo'lib qo'ying. Kursni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.